Bu Garmonia Lux. Bu atigi 50 mg bo'ladi. Bu bitta odamga 3 oydan oshiq yetadi, 4 oyga yaqin yetadi. Lekin buni ochgandan keyin 3 oy mumkin, uyingizda nevaralar, bolalar, farzandlar bo'lsa, ular bilan birgalikda ichasiz. O'shanda 2 oylik, 2 oyga yetadigan mahsulot. Narxi donalar olsangiz, atigi 400 ming so'm. Atigi 400 ming so'm. Endi buni xususiyatlarini qarang. Bu endi misol uchun yoshlar o'sayotgan organizmi, rech, ya'ni til kech chiqayotgan bo'lsa bolalarda, buni ichirsangiz, bolada tez til chiqadi. Tez gapirishni boshlaydi. Men o'zimni shaxsan qizimda bo'ldi shu narsa. Undan keyin hayz ko'rish sikli noto'g'ri bo'lsa, tezda to'g'rilab beradi. Og'riqli bo'lsa to'g'rilab beradi. Yurak qon tomir kasalliklarida yordam beradi. Bu qog'i har qanaqa xilda. Bu qog'i misol uchun ochig'i bor, ichki bor, ichki tashqisi bor, operatsiya qilingani bor. Operatsiya qilinganda ham mana shuncha qismi qoldiriladi, butunlay olib tashlanmaydi. Hammasiga ruxsat berilgan. Hattoki suyak bo'g'im kasalliklariga ham buni tarkibida 250 dan oshiq makroelement bor. O'shaning qatorida kalsiy bor. Mana kalsiy ko'pi so'raydi. Buni tarkibida kalsiy ham bor. Har qanaqa holatda suyak bo'g'im kasalligida juda ham zo'r yordam beradi. Endi bolalarda bo'y o'smayotgan bo'lsa, bo'yni zo'r o'stirib beradi. Birinchi o'rinda hozir O'rta Osiyoda nima yod tanqisligi kelyapti. Yodni yetishmovchiligidan har xil kasalliklar kelib chiqyapti. Mana shularning hammasiga atigi mana shu yechim. Endi buni 200 gram suvga, xona haroratida turgan 200 gram suvga 3 tomchidan boshlaysiz. Har kuni bir tomchidan qo'shib borib, misol uchun sizlarning yoshingizda 7-10 tomchi ichsa bo'ladi. Bu lechirni dozada. Ertalab bir mahalgina ichasiz, ishingizni kuni bilan qilib yuraverasiz. Mana olarmidingiz 400 ming so'mga. Misol uchun ikkita odam, mana nimaga ikkita deyapman? Chunki bu ochgandan keyin 90 kun ichish mumkin. Mana bu mahsulotlarimiz 12 oy. Bu mahsulotlarimiz hammasi ochgandan keyin 12 oy, lekin bu Garmonia Lux ochgandan keyin 90 kun. O'shaning uchun men doim 2 kishi ichiradi deb aytaman. Semeyga zo'r deb, misol uchun mana qarang. Men qizimni logopedga olib borganim yo'q. Men qizimni misol uchun doktor massajliga olib borganim yo'q, hech qanaqa defektologga olib borganim yo'q. Shunchaki buni ichdim, ishoning, bir haftada rini yetishni boshladi. Hatto rini men hech narsa qilganim yo'q, mashq ham qildirganim yo'q. Mana hozir 3,5 yoshdagi qizim hatto rini yetishni boshladi. Hozir gaplari kundan kunga aniqlashib, bola mana o'zi so'rab ichadi, bering men ichaman dedi. Bering men ichaman dedi. Antiparazitarni, parazitlari bo'lsa ham tushib beradi. Mana parazitga misol uchun qancha pul ketadi? Bitta misol uchun qiz bola, o'g'il bola farqi yo'q. Hammasi bo'lajak ona, ota, misol uchun asosan qizni kimga deb beramiz, uzatamiz. Lekin uni boshi ginekologdan chiqmay qoladi. Chunki nima? Biz o'sayotgan paytda hozir e'tiborsiz qolyapmiz. Bolani misol uchun qizlar detskiy matkalar ko'p, buqoq ko'p, hammasi bepushtlikka olib kelyapti. Atigi mana shu 400 ming so'm evaziga siz qizingizni butunlay hayotga tayyorlaysiz. Tushunasizmi? Mana shu narsa atigi 400 ming so'm turadi. Endi buni siz yoningizda olib yursangiz,